Bu qiziq fakt. Temuriylar saltanatida jangchilarning oylik maoshi. Aholisining tarkibiy qismi o'tror va qisman ko'chmanchi xalqlardan tashkil topgan Temuriylar saltanatida oylik maosh ham xalqlarning yashash tarziga monand belgilangan. Ya'ni pul munosabatlari bilan yaxshi tanish bo'lmagan ko'chmanchi xalqlar saltanatning katta qismida istiqomat qiladigan o'tror xalqlar bilan savdo munosabatlariga kirishganida buyumlar qiymatini odatda ot, qo'y, tuya va boshqa narsalarning bahosi bilan o'lchar. Savdo munosabatlarini ayirboshlash yo'li bilan amalga oshirar edi. Ulkan imperiyadagi bu kabi iqtisodiy vaziyat Amir Temurning e'tibori markazida bo'lgan va yakunda bu holatga buyuk sohibqiron o'ziga xos yechim topgan. Mashhur rus tarixchisi Ivanin ikki buyuk sarkarda asarida yozishicha, sohibqiron Amir Temur qo'shinlari safida xizmat qilayotgan jangchilarning maoshini uning tegishli bo'lgan otning narxiga teng qilib belgilagan. Unga ko'ra a'lo jangchilarning maoshi 2 dan 4 tagacha otning narxiga to'g'ri kelardi. Jangchining mavqeiga qarab oylik maosh ham oshib borar, hattoki ularga nisbatan jarima ham qo'llanar edi. Xususan xizmatdagi askar xatolikka yo'l qo'ysa, maoshining 10 dan 1 qismidan mahrum qilinar edi. O'z davrining eng yirik va qudratli armiyasiga ega bo'lgan imperiyada moliyaviy jihatdan muammo bo'lmagan, ammo mazkur adolatli tartib-qoida yengilmas jangchilar uchun intizom vazifasini o'tagan.